Allohga hamd va sanolar va uning oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom va salomotlar va durudlar ila bugungi yana bir Ramazon kechasi suhbatini boshlaymiz inshaalloh. Bugun o'rganadigan, ko'radigan mavzuyimiz, ya'ni Ramazonga taalluqli bo'lgan mavzulardan fahsh va bo'xton gaplarni tarqatish yoki ishlatmaslik, shunday so'zlarni tilga olmaslik kabi ma'lumotlarni, ya'ni shariatimizda oyati karimalar va hadisi muborakda biz sizga ta'lim berilgan oyatlar va hadislarni o'rganishlikka harakat qilamiz inshaalloh. Ma'lumki, albatta til bu insonni eng mukarram, shu bilan birgalikda eng xatarli a'zosi ham sanalar ekan. Albatta tiliga ehtiyot bo'lmoqlik, til juda bir nozik inson tanasidagi a'zolardan biri bo'lib, bir og'iz so'z bilan iymonga kirib, bir og'iz so'z bilan iymondan chiqib qolar ekan inson. Agar inson tilni yaxshilikka ishlatsa, ulkan ajr mukofotlarga ega bo'ladi. Bordi-yu, agar yomonlikka ishlatadigan bo'lsa, uni ortidan malomatga qolishligi tayin. Insonni abadiy saodatga erishib jannatga kirish yoki baxtsiz bo'lib do'zaxga kirishlikning ham asosiy sababchisi mana shu til hisoblanadi. So'zning ahamiyati shunchalik bir muhimki, inson birgina so'zi bilan, yuqorida aytdik, yo musulmon bo'lishi yoki birgina so'z bilan dindan chiqishi, insonlar o'rtasini isloh qilishi yoki buzishligi mumkin. Alloh taolo tilni yomonliklardan saqlab, to'g'ri so'z bo'lishlikka targ'ib qilib, Qur'oni Karimda shunday marhamat qilgan. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz va to'g'ri so'zlangiz. Shunda Alloh taolo ishlaringizni o'nglar va gunohlaringizni mag'firat etar. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa, bas u ulug' yutuqqa erishibdi deb Ahzob surasida Alloh taolo marhamat qilgan. 70-71-oyatlar. Aqlli odam gapirishdan oldin aytadigan so'zini yaxshilab o'ylab, tekshirib, keyin so'zlaydi. Agar insonning tili noto'g'ri so'z yoki tarbiyalangan bo'lsa, boshqa a'zolar ham sog'-omon, xotirjam bo'lar ekan. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib hadislarda aytadilar. Odam bolasi tong ottirganda Allohdan qo'rq degan nido bo'ladi unga. Ya'ni odam bolasi har kuni tong ottirganda tana a'zolarining hammasi tiliga tanbeh berar ekan. Butun qo'l, oyoq, jami insonning a'zolari borki, unga tanbeh berib, bizning to'g'rimizda Allohdan qo'rqgin deb tiliga aytar ekan. Biz nima ahvolga tushsak ham sen sababli tushamiz. Agar to'g'ri bo'lsang, biz ham to'g'ri bo'lamiz. Agar egri bo'lsang, biz ham egri bo'lamiz deydi. Imom Termiziy rivoyat qilgan bu hadisni, ya'ni qo'l, oyoq, jami tana a'zo tilni oqibatidan do'zaxga kirib qolishlikdan qo'rqib, har kuni ertalab uyg'onganda a'zolar, qolgan jami a'zolar tiliga aytar ekanki, to'g'ri bo'lgin. Bizni haqqimizda Allohdan qo'rqgin. Agar sen to'g'ri bo'lsang, biz ham to'g'ri bo'lib, to'g'ri yo'l bilan jannatga kiramiz. Agar sen egri bo'lsang, biz ham egilib do'zaxga kiruvchilardan bo'lib qolamiz deb aytishar ekan. Dar haqiqat tilni saqlash naqadar bir go'zal amallardanki, inson tilini saqlasa halok bo'lmaydi.
Solihlardan biri shunday deganlar: gap ham doriga o'xshaydi. Agar uni me'yorida ichsang foyda beradi, agar uni ko'paytirsang seni o'ldiradi deydilar. Agar kishi tiliga erk berib o'ylamasdan gapiradigan bo'lsa, tili orqali eng katta gunoh bo'lgan g'iybat, bo'xton, yolg'on gapirish, chaqimchilik va boshqa ishlarga mubtalo bo'lishligi aniq. Albatta bu bugungi oy muborak Ramazon oyida biz suhbatlarimizda aytdik va hammamiz juda yaxshi bilamizki, ro'za tutmoqlik faqatgina taomlanmasdan yurishlikdan iborat emas. Ro'za tutmoqlik ayniqsa mana shu tilda ham ro'za bo'lmoqligi darkor. Birovni g'iybat qilib, bo'xton qilib, hudda behuda so'zlarni gapirib qo'ymoqlik ham ro'zani buzadigan amallardan hisoblanadi. Quyida til ofatlarining ba'zilarini zikr qilib o'tishlikka harakat qilamiz. Ya'ni birinchisi bu g'iybat va bo'xton so'zlar. G'iybat ham til ofatlarining kattasi bo'lib, hozirgi kunda bu katta gunoh bilan ko'pchilik mubtalo bo'lgandir. G'iybat bir kishini yo'qligida unga yoqmaydigan gap sifat bilan yod olishlikdir. G'iybat islom shariatida qat'iy harom qilingan amal. Islom ummati g'iybat va chaqimchilikni harom deb ijmo qilgan. G'iybat haqida Alloh taolo ham Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Biringizni g'iybat qilmasin. Sizlardan biror kishi o'lgan birodarining go'shtini yeyishlikni xohlaydimi? Uni yomon ko'rasiz-ku axir. Allohdan qo'rqing deb Alloh taolo Hujurot surasida marhamat qildi. Iftorga boramiz, to og'iz ochish davrigacha birovni g'iybat qilib qo'yamiz. O'zimiz bilmagan holda bo'lsa ham. Shu suhbatlashganda juda ehtiyotkorona suhbatda bo'lmoqligimiz darkorki, o'sha kishi bizni davramizda yo'qmi, u kishini yaxshiligidan bo'lak boshqa narsasini aytmaslik darkor. Agar kishilar mana shu paytda ham, ya'ni og'iz ochar paytida, iftorlik paytida ham g'iybat qiladigan bo'lsa, birovning kamchiligini aytadigan bo'lsa, gapiradigan bo'lsa, Alloh taolo birodarini go'shtini yegandek barobar gunohga sazovor bo'lishligini oyatda marhamat qildi. Ya'ni uni siz yaxshi ko'rmaysiz-ku deyapti Alloh. Ya'ni hech bir inson boshqa bir insonni go'shtini yeyishlikni albatta yaxshi ko'rmaydi. Uni hech kim xohlamaydi ham, istamaydi ham. Shuning uchun ham Alloh taolo buni bila turib aytayaptiki, uni siz yomon ko'rasiz-ku. Ya'ni birodaringizni go'shtini iste'mol qilishni yomon ko'rasiz-ku. Vaholanki bugun iftorliklarimizni Alloh saqlasin, birodarni go'shti bilan ochib qo'yapmiz-da, g'iybat qilib qo'yapmiz. Bo'xton so'zlarni gapirishlik bilan mana shu gunohga sazovor bo'lyapmiz. Shuning uchun bu nafaqat iftorliklarda, umuman nafaqat Ramazonda, umumiy olganda ham juda bir yomon bo'lgan amallardan hisoblanar ekan. Biringizni g'iybat qilmasin deb Alloh taborak va taolo ta'kidlab mana shu oyatda aytdi. Ushbu oyati karimada Alloh taolo g'iybatdan qaytarib uni o'laksa go'shtini yeyishlikka o'xshatmoqda. Ya'ni g'iybat qilmoqlik va misoli o'laksa go'shtni yegan bilan barobarligini ko'rsatmoqda, aytmoqda, ta'lim bermoqda. Tabiiyki inson o'laksadan jirkanadi. Shunday ekan, boshqalarni g'iybat qilib, obro'sini to'kishlikdan ham musulmon kishi xuddi o'laksa go'shtidan jirkangandek jirkanishligi lozim bo'lar ekan. G'iybatning ta'rifi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam g'iybat nima ekanligini bilasizlarmi deb so'radilar. Sahobalar Alloh va uning rasuli bilguvchiroq bizdan deb javob qildilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom g'iybat
bir birodaringizni orqasidan o'zi eshitsa yomon ko'radigan, xafa bo'ladigan sifat bilan gapirishingiz bu g'iybat bo'ladi dedilar. Shunda ulardan birlari agar birodarimga men aytgan o'sha sifat bor bo'lsa ham g'iybat bo'ladimi yo Rasululloh deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unda bor aybni aytgan bo'lsangiz g'iybat qilgan bo'lasiz. Agar siz unda yo'q narsani aytsangiz unda bo'xton qilgan bo'lasiz, tuhmat qilgan bo'lasiz dedilar. O'sha biz aytamiz-u, g'iybat bo'lmasin-u sifatda deb qo'yamiz. O'zida bor sifatini o'zi yo'q paytida aytib qo'yishlik g'iybat bo'lar ekan. Agar o'zida yo'q sifatni aytadigan bo'lsa, unda shu kishi tuhmatchi bo'lar ekan. Ya'ni bo'xton qilgan, tuhmat qilgan hisoblanar ekan. Qiyomat kuni g'iybatchining ahvoli og'ir bo'ladi deydilar. Bu haqda Abu Umoma al-Bahali radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisi sharifda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, kishiga savoblari yozilgan kitobi ochiq holda beriladi. U aytar ekan, ey Robbim, falon savoblarim, falon yaxshi amallarim qani? Meni sahifamda yo'q-ku deb so'rar ekan banda. Ya'ni bir banda mashargohda Alloh taoloning nazdiga kelganida uni kitobi o'sha biz sizni ikki yelkamizda turib har bir yaxshi yomon amallarimizni yozib boruvchi farishtalar o'sha kitobni Allohga topshiradi. Alloh taolo qiyomat kunida bandasi bilan ro'paro bo'lganda, ya'ni mashhargohda har bir banda savol javobdan o'ta boshlaganda, mana shunda uni qo'liga savoblari yozilgan kitob berilar ekan. Gunohlari emas, faqat savoblari yozilgan kitob berilar ekan. Shunda u banda kitobini olib ochib ko'rar ekanda, u kitobdagi yozilgan qilgan o'sha savoblari, hayoti davomida qilgan savobli amallarini yo'qligini ko'rib, hayron bo'lib Allohdan so'rar ekan, "Ya Rabbi, men falon joyda bu ishni qilgan edim. Men mana shuncha zakotni bergan edim. Mana shuncha xayr va ihsonlarni qilgan edim. Yoki meni mana buncha ibodatlarim bor edi. Kechqurunlari tahajjud namozlarida turar edim. Qani meni kitobimda bular yo'q-ku?" deb so'raganda Alloh taolo unga aytar ekanki, odamlarni g'iybat qilganing tufayli ularni biz o'chirib tashladik. G'iybat qilinganlarning amal daftarlariga esa o'sha seni savoblaringni qo'shib yozib qo'ydik der ekan. Demak, qaysiki bir kishi boshqa bir kishini g'iybat qilar ekan, o'zini savoblarini unga berib yuboribdi. Alloh taolo uni savoblarini o'chirib kitobidan o'sha g'iybat qilingan shaxsni kitobotiga yozdirib savoblarini qo'shib qo'yar ekan. Shuning uchun ham bu narsalardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz sizni o'ta qattiq qaytargan ekanlarki, bu ham bir g'amxo'rlik. Birodarlar, biz sizga Rasulimiz alayhissalomni qilgan g'amxo'rliklari bu qanday g'amxo'rlik deydigan bo'lsak, u kishi aytayaptilarki, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ey ummatim, birovni g'iybat qilib o'zing kechqurunlari bilan uxlamasdan qilgan ibodatingni savobini, kunduzlari yemay, ichmay, och nahor yurib tutgan ro'zangni savoblarini o'ziga berib qo'yma. O'sha g'iybat qilgan kishingga berib qo'yma deb payg'ambar alayhissalom biz sizga mana shunday bir g'amxo'rlik bilan ta'lim bergan ekanlar. Bu ham albatta bizni foydamiz, bizni nafimiz. Chunki o'zimiz qanchalik qiyinchiliklar bilan savob to'playapmiz. Ibodatlarda qoyim turib savob olyapmiz. Kunduzlari och nahor yurib savob to'playapmizki, maqsadimiz erta mashhargohda borganda mana shu savoblarimiz yuzimizni yorug' qilsin, yuzimizni nuri bo'lsin, erta bizni savob pallamizni bosib jannatga kirishligimizga sabab bo'lsin deb harakat qilyapmiz-u, o'zimiz buni tarqatib qo'ymaylik.
o'zimiz bu savoblarimizdan mosuvo bo'lib qolmaylik. Mana shu savoblarimizni yo'qotib qo'ymaylik. Shuning uchun ham oddiygina bo'lsa-da tilimizga ham ro'za tutmoqlikni farz qiladigan bo'lsak, tilimiz bilan ham ro'za tutadigan bo'lsak, nur ustiga a'lo nur va savoblarimizni ziyoda qilgan bo'lar ekanmiz. Endi vaqtimiz bo'lib qolyapti, bir masalani ham bir tushunib o'tishlikka harakat qilamiz. Menga bir emas bir necha kishilardan eshitdim, ya'ni savol berishdi, so'rashdi. Xufton namozini ba'zilarimiz xufton namozini o'qib kelyapmiz ekan. Uyda xuftonni o'qib 20 ta kam 7 da xufton bo'lyaptimi? 20 ta kam 7 da xuftonni o'qib, keyin 20 ta kam 8 da taroveh namoziga kelishyapti ekan. Bilmaganliklari uchun inshaalloh ikki namozlariga ham savob oladilar. Lekin mana bu yog'iga bilib olaylik har birimiz. Xufton namozini biz 20 ta kam 8 ga taroveh namozi belgilanganligi uchun xufton namozi o'qilmaydi. Xufton namozini orqaga surdik. Mana shu iftorliklar sababli muftiyot mana shu narsaga kelishdi. Ulug'larimiz, ulamolarimiz butun viloyatimiz bo'yicha bir vaqtga qilib qo'yishgan va bir oylik davomida har haftaga 5-10 daqiqadan surib o'tirmaymizda, birato'la mana shu bir oy Ramazon oyida sal kechroqqa surganliklarini sababi avvalo o'sha insonlar iftorlik qilishga ulgurishligi, qaytadan bir tahorat olib, yana mukammal bo'lib masjidga borishligi uchun salgina xufton taroveh namozini kechga, ya'ni 20 ta kam 9 ga surishdi. Endi xufton namozini o'qib keyin tarovehga boramiz deb xufton namozini o'qib qo'ymanglar. Xufton namozi mana shu 20 ta kam 9 da hozir biz siz o'qiydigan namozimiz asli xufton namozi. Taroveh namozi alohida o'qiladigan namoz emas. Taroveh namozi xufton namozini ichiga singdirilgan sunnat namoz. 20 rakat sunnat namozini taroveh namozini xufton namozini o'rtasiga qo'shib jami 29 rakat qilib o'qilyapti. 4 rakat farzi namozi xufton deb niyat qilamiz. Xuftonni farzini ado etamiz. Keyin hammamiz o'zimiz alohida 2 rakat xufton namozi deb niyat qilamiz. Xufton namozini 2 rakatni ado etamiz. Ana undan so'ng imom domla o'tib 2 rakatdan 10 marotaba, ya'ni 20 rakat xufton namoz, taroveh namozini o'qib beradilar. Mana shu nechi bo'ldi? 26 rakat bo'ldi. Ana shu 20 rakat sunnat namozini, ya'ni taroveh namozini o'qib bo'lganimizdan keyin xuftonni oxirgi vitr vojib 3 rakatlik namozini ado etib, to'liq bizni xufton namozimiz bilan birgalikda taroveh namozimiz birga ado etiladi. Taroveh namozi bu birodarlar sunnat namoz. Bu farz qilingan namoz emas, sunnat namoz, lekin ta'kidlangan sunnat. Sunnati muakkada deyiladi. Buni har Ramazonda o'qimoqlik ta'kidlangan. Buni savobi o'ta ulug', o'ta baland bo'lganligi uchun ham qayta ta'kidlangan namozlardan hisoblanadi. Niyat qilganda ham namozi taroveh deyilsa kifoya qilinadi, lekin aytilganda sunnati namozi taroveh desa mukammalroq inshaalloh bo'ladi. Demak, shu narsaga e'tibor qilamiz. Xufton namozi o'qiyotganlar o'qimaysizlar uyga, to'g'ri kelib masjidda birdan mana shu yerda xufton namozini ado etib, xuftonni orasida inshaalloh mana shu taroveh namozimizni ham qo'shib jam qilib 29 rakat bo'ladi. Mana shuni ado etib inshaalloh ham farz, ham sunnatlarni ado etgan bo'lamiz inshaalloh. Alloh taolo mana shu muborak oyda jami qilayotgan ibodatlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni va mana kechqurunlari o'qiyotgan taroveh namozlarimizni Alloh o'z dargohida qabul qudum aylasin. Kamchilik nuqsonlari bo'lsa Alloh to'g'rilasin. Ajrlardan barchamizni bahramand bo'lishligimizni Alloh barchamizga nasib aylasin. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh.